Cheksiz koinot insoniyat tarixida o'zining hayratlanarli, g'alati va ajoyib hodisalari bilan yanada qiziq bo'lib kelgan. Albatta, bular orasida qora tuynuklardan-da ko'ra g'alati yoki ta'sirchanroq hech narsa yo'q. Bu kosmik g'alati narsalarni qarama-qarshiliklarsiz tasvirlab bo'lmaydi. Masalan, oddiy tuynukdan farqli o'laroq qora tuynuk bo'sh emas. Uning yadrosida shunchalik ko'p materiya to'planganki, uning zichligini tasavvur qilish deyarli imkonsiz. Ma'lum bo'lgan eng kichik qora tuynuklar Quyoshning 3 baravaridan ko'proq massasini o'z ichiga oladi. Olimlar tomonidan kashf etilgan eng katta qora tuynuklardan biri Quyoshning 10 milliardlab marta massasini o'z ichiga oladi va Quyosh tizimining hajmidan kattaroq masofaga cho'zilgan. Shunchalik kichik makonda juda ko'p massa to'planganligi sababli qora tuynukka juda yaqin hech bir narsa uning tortish kuchidan qochib qutula olmaydi, hatto yorug'lik ham. Biroq qora tuynuklarni aniqlash uchun olimlar kosmosdagi eng yorqin yorug'lik manbalarini qidirishlari kerak. Bu yorug'lik qora tuynuk atrofidagi gazni iste'mol qilganda hosil bo'ladi. Qora tuynuklar yulduzlarni, sayyoralarni va hatto boshqa qora tuynuklarni ham yutib yuborishi ma'lum. Juda massiv qora tuynuklarning juda kuchli tortish kuchi ularga ulkan galaktikalarni birlashtirishga imkon beradi. Olimlar asrlar davomida qora tuynuklar sirrini ochishga harakat qilib kelishgan. Jon Mishel ularning mavjudligini birinchi bo'lib bashorat qilgan bo'lishi mumkin. 1783-yilda u tortish kuchi shunchalik kuchliki, hatto o'z nurlari ham qochib qutula olmaydigan qorong'u yulduzlar mavjudligi ehtimolini ilgari surgan. Bir asrdan ko'proq vaqt o'tgach 1915-yilda Albert Einstein tortish kuchi qanday ishlashini tushuntirish uchun o'zining umumiy nisbiylik nazariyasini taklif qildi. Ushbu nazariyaga ko'ra materiya cheksiz zichlikdagi bitta nuqtaga qora tuynukka aylanishi mumkin. Uning massasi shunchalik ulkan bo'ladiki, u atrofdagi bo'shliqni burishtiradi. Natijada yaqin atrofdagi hamma narsa so'riladi. Einstein bu g'oyani taklif qilganidan o'nlab yillar o'tgach, rentgen teleskoplari bunday g'alati jismlarning mavjudligini tasdiqladi. Tadqiqotchilar qora tuynuklar materiyani yutib yuborganida yuqori energiyali chaqnashlarni kuzatdilar va 2019-yilda Event Horizon teleskopi qora tuynukning materiyani yutib yuborayotganining birinchi to'g'ridan-to'g'ri tasvirini oldi. Event Horizon teleskopi bu bitta qurilma emas, balki butun dunyo bo'ylab ulangan radio teleskoplar tarmog'idir. Astrofiziklar ulkan qora tuynuklar nima uchun galaktikalar markazlarida joylashganligini 20 yildan ortiq vaqt davomida bilishmaydi. Ular shuningdek qora tuynuklar vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishini va ular oxir-oqibat qanday yo'q bo'lib ketish mumkinligini tushuntirishga harakat qilmoqdalar. Kuchli teleskoplar va koinot modellari bir nechta qiziqarli gipotezlarga olib keldi. Ammo olimlar qanchalik ko'p o'rgansalar, shuncha ko'p ular qanchalik kam bilishlarini anglamoqdalar. Qora tuynuklar turli o'lchamlarda bo'ladi. Kichiklari Quyoshnikidan 100 baravargacha massaga ega. Supermassivlari o'nlab milliondan milliardgacha massaga ega bo'lishi mumkin. Bu o'lchamlar diapazoni qora tuynuklarning qanday paydo bo'lishini tushuntirishda katta qiyinchilik tug'diradi. Ular bizning Quyoshnikidan 20-30 baravar katta massaga ega yulduzlardan hosil bo'ladi. Bu katta yulduzlar o'lganida ular supernovalar sifatida portlaydi va qora tuynuklarni qoldiradi. Olimlar bu qanday ishlash haqida umumiy tasavvurga ega. Olimlar o'rganishlaricha supernova yulduzlar hayotlarining faol davrlarida yengilroq elementlarning og'irroq elementlarga birlashtirib issiqlik va yorug'lik chiqaradilar. Biroq vaqt o'tishi bilan yulduzning yoqilg'isi tugaydi. Keyinchalik u kislorod va ugleroddan iborat kichik yorqin yadroga aylanadi. Ammo kattaroq yulduzlarning yoqilg'isi tugagach, ular massani yutishda davom etadigan beqaror temir yadroga ega bo'ladilar. Oxir-oqibat yadro o'z og'irligi ostida qulab tushadi. Bu supernova portlashiga olib kelishi mumkin. Qolgan narsalar tobora zichroq sharga siqiladi. Dastlab Quyoshning massasidan 8 dan 20 baravar katta bo'lgan yulduzlar qulab tushadi va neytron yulduzga aylanadi. Bosim uning zararlarini siqadi. Biroq kattaroq yulduzlar qora tuynuklarga qulab tushadi. Ular dastlab supernova fazasidan o'tish yoki o'tmasligi mumkin. Bunday qora tuynuklar yulduz massali qora tuynuklar yoki ulkan qora tuynuklar deb ataladi.
Astronomlar bizning galaktikamiz bo'ylab 100 millionlab ulkan qora tuynuklar tarqalganligini taxmin qilishmoqda. Bizning Somon yo'li markazida Sagittarius A joylashgan. Bu og'ir vaznli yulduz 4 million quyosh massasiga teng. Bizning eng yaqin galaktika qo'shnimiz Andromeda markazidagi qora tuynukning massasi 100 million quyoshdan ortiq. Hozirda insoniyatga ma'lum bo'lgan eng katta qora tuynuk ton 618. Bizning quyoshimizdan 66 milliard marta og'irroq. Ammo hatto eng katta yulduzlarda ham bunday massa yo'q. Qora tuynuklar kamida 2 xil yo'l bilan o'sadi. Ular yo atrofdagi gaz va materiyani iste'mol qiladilar yoki boshqa qora tuynuklar bilan to'qnashadilar. Qora tuynuklar to'qnashganda ular butun koinot bo'ylab tarqaladigan tortish to'lqinlarini hosil qiladi. Olimlar bu to'lqinlarni sezgir yer osti rasadxonalari yordamida aniqlashni boshladilar. Galaktikalar ulkan yulduzlar klasterlaridir. Ular to'qnashganda ularning markazidagi supermassiv qora tuynuklar aslida birlashishi mumkin. Ammo hatto to'qnashuvlar ham zamonaviy supermassiv qora tuynuklar qanday qilib bunchalik katta bo'lib qolganligini tushuntira olmaydi. Bu gigantlarning ba'zilarini kuzatish ularning koinotning boshida shakllanganligini ko'rsatadi. Bunday o'lchamlarga erishish uchun ular to'qnashuvlar orqali asta-sekin kengaygan bo'lishi kerak. Birin-ketin yoki atrof muhitga tushib ketgan tobora ko'proq yulduzlar va boshqa obyektlarni iste'mol qilish orqali. Ushbu illyustratsiya bizning galaktikamiz Somon yo'li ichida suzib yurgan qora tuynukning yaqindan ko'rsatilgan tasvirini ko'rsatadi. Bunday obyektlar supernovalar sifatida portlagan ulkan yulduzlarning parchalangan qoldiqlaridir. Olimlar bizning galaktikamizda 100 million yulduz massali qora tuynuklar, shuningdek uning markazida supermassiv qora tuynuk bo'lishi mumkin deb taxmin qilmoqdalar. 2023-yilda olimlar 10 milliard yorug'lik yilidan ko'proq masofada joylashgan galaktikaning yorqin markazini aniqladilar. Uning manbai taxminan 40 million quyosh massasiga ega qora tuynuk edi. U o'z galaktikasining kattaligiga nisbatan shunchalik katta ediki, olimlar uni supermassiv deb atashdi. Bundan ham boshqa taxminlarda bu qora tuynuk ehtimol koinot juda yosh bo'lganida, atiga bir necha 100 million bo'lganida paydo bo'lgan. Qora tuynuklar dinamik hayot kechiradi. Faqat so'nggi 1 yil ichida olimlar bir nechta hayratlanarli kashfiyotlar qilishdi. Tadqiqotchilarning bir guruh ilgari imkonsiz deb hisoblangan katta qora tuynuk to'qnashuvining dalillarini topdilar. Boshqa astronomlar qochib ketayotgan qora tuynukni ko'rishdi. U ehtimol galaktikasidan qochib yangi tug'ilgan yulduzlar izini qoldirgan. Ulkan qora tuynuklarni hosil qilish uchun portlagan yulduzlar atiga bir necha million yil yashaydi. Ammo modellar shuni ko'rsatdiki, natijada paydo bo'lgan qora tuynuklar milliardlab yil yoki undan ham ko'proq davom etadi. Olimlar keyingi 10 milliard yil ichida Somon yo'li Andromeda galaktikasi bilan birlashish mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Agar bu galaktikalar birlashsa, ularning qora tuynuklari ham birlashadi va natijada yana bir o'ndan ham kattaroq qora tuynuk paydo bo'ladi. Galaktikalar va ularning kosmosdagi boshqa qora tuynuklari ham to'qnashishda davom etadi. Koinot kengayib bormoqda. Bu kengayish cheksiz bo'ladimi yoki yo'qmi noma'lum. Ammo agar shunday bo'lsa, galaktikalar bir-biridan uzoqlashadi. Somon yo'li va Andromeda birlashsa, bu super galaktika qorong'u bo'sh fazoning ulkan dengizida yorqin ammo so'nib borayotgan orolga aylanadi. Oxir-oqibat barcha galaktikalar bir-biri bilan birlashishni to'xtatadi. Bir muncha vaqt ular yangi yulduzlar hosil qilishda davom etadilar. Bu yulduzlar oxir-oqibat supernovaga aylanadi. Yangi qora tuynuklar paydo bo'ladi. Biroq oxir-oqibat galaktikalarda yulduzlarni hosil qilish uchun materiallar tugaydi. Barcha yulduzlar oxir-oqibat yoqilg'i tugab qorong'ilashadi. Ba'zi nazariyalarga ko'ra, o'lik yulduzlar va sayyoralardagi barcha materiya ham parchalanishi mumkin. Oxir-oqibat qora tuynuklar bizning koinotimizdagi oxirgi omon qolganlar bo'lishi mumkin va hatto ular ham o'lishi mumkin.